kasallik alomatlari bordir badanida. Ana o'sha payt shu bilan yopishingiz kerak edi. Obcham ikkitaga ham chiqar, ommaga yoyib tashladingiz. Sirdaryodan dedingiz, o'g'li bor dedingiz, ketma-ket bo'lib qoldi. Men u videoni qo'ysam, qo'ymasam, telefonim tingani yo'q. Fohisha bo'la, boshqa bo'ladimi? Nima deyapsiz, ey? Erkakmi, ayolmi? Nima deyapsiz? Nima fohisha deyapsiz, oy qiz. Bo'ldi qilasizmi? Bo'ldi qilasizlarmi? Nima qilyapsizlar bu yerda? Aytyapman-ku, men harakat qilyapmanmi? Ko'rsataman, hamma joyda aytyapman, boraman. Men aytdim, hamma narsani ko'taraman men. Menga yolg'on takaman. Qarang, menga alam qilyapsizlar. Sizlargacha alam qilsa, oldinroq harakat qilish kerak edi. Aytdim, buni bola bilan yashaganda tushuntirish kerak edi. Mani necha yil oldingi narsaga yashaganda deb. Uyga kirganingizda o'sha bola biror narsasini ko'rdingizmi? O'sha bolani o'zi aytayapti, Sheri, biz ko'sin biladi ularni er-xotin bo'lib yashayotganligini. Biz mahalla biladi, mana Koreyadagilar biladi ularni bitta uyda yashayotganini. Qarang, men obchamdan polni gaplashib yurardim. Men gaplashmayapman, er-xotin bo'lib yashar ekan deyapman bitta uyda. Sizlar o'zlaringcha oppo'g'oy, hamma oppo'g'oy. Xudo qildi. Avazbek, nima, menga qarang, ismingiz nima edi? Nima, Noziga singlisi? Anora. Anora. Qarang, Anoraxon, keling, men bunaqa narsalarni batta gapirmang-da. Men o'zini o'lgan odam shoning, meni og'zim ochilmasin, duo qilinglar. Duo qilinglar, kelinglar, gunohkorlar vaqtcha ko'payib ketib, anaqdagi haligi ishonasizmi? Haligi boshqa ayollar, shuncha ayollar yolg'iz o'zi chiqib ketdi-da, usta cho'miltirdi, pokistonlik ayollar cho'miltirdi, boshqa ayollarni-da shuqacha. Nozimani bir nimasi hikmati bor ekanki, Xudoga Allohga yoqqan bir tomoni bor ekanki, nima qilgan bo'lgan taqdirda ham shuncha ayol kelib ustida yig'lab, ishonasizlarmi? Xuddi o'zini ichkariga sizning opchamyoniga. Nima deyapsiz? Siz nima deyapsiz? Badanlarini ko'rdingizmi? Men badaniga qaramadim. Men nima deyapsiz? Badaniga qaramadim. Men o'lik bilan bir xil bo'lib qolganman. Nima deyapsiz? Uxlamaganman. Unga qarash shart emas edi. Qo'lini ushladim. Nima? Qo'llarini ko'rdingizmi? Qo'lini ko'rdingizmi? Qo'lini ko'rdim, haligi qariganda odamni qo'limdek osilib qolar. O'sha o'ng qo'l tomonini ko'rdim. Mana shaqa qilib qarab noskami eshitib turing, singlim. Mana shaqa qarab turib yotqizib qo'yishdi. Mana shaqqa turib olib, mana shu qo'lini ushlab olib. Chunki men qo'limni yuvib olmayman. Buni ahvolda ko'ryapsizmi? Qo'limni sovuq suvga tiqanim, issiq suvga ham tiqanim. Olsam, soviydi, mana muzlab qoladi buni qo'lim. Ko'ryapsizmi mana uni ahvolini? Endi eshitib turing. Yaxshilab eshitdim. Qo'lini bunday ushlab turganimda yig'ladim, rosa yig'ladim. Singlim qilgan gunohlaring uchun Alloh o'zi kechirsin dedim. Sani agar kimdir o'ldirgan bo'lsa dedim, ichimda yig'ladim, titradim. O'zimcha osmonga urgim qochkim keldi-da, o'sha paytda eshitib turing, buni tagiga men baribir yetaman. Buni har bitta nimanichi sekretli narsalari bo'ladi-da. Sizlar oshkora qilib tashlayapsizlar. Nimaga men o'zimni TikTok'imga qo'ymadim? Nimaga efir qilmadim? Nimaga buni Instagramga qo'ymadim? Hamma sizlarga qarshi bo'lib qoladi. Sizlar biz bilan yaxshilikcha gaplashib, temani nima qilib hozir aytdim, siz jahlimiz chiqsa, ko'p narsa ochilib ketadi. Menga agar ishonmasalaring, Allohga solinglar-da, agar men navbatda nohaqlik, men jonim bilan bu narsani shunday tikib beraman. Jonim